qoldimi ya? Shu kart raqamimga 1 soat ichida 5 million pul tashing. Agar tashlamasangiz, mana shu yuborgan video rasmlaringizni butun dunyoga tarqataman. Tushunarlimi? Ha? Hech kim. Süt yakma, dışarı süt yakma. Baba. Yer. Tushuntirdim. 5 million pul tashiysan, keyin yo'q bo'laman hayotingdan. Agarda 1 soat ichida pul tashlamasang, birinchi navbatda yaqinlaringni yo'qotaman. Mana shu. Tushundingmi? Tezlashtir davay. Qarib quyilmagan. Maktab qo'y. Mashinani motorini o'ydim deymana. Yo'q, unaqa emas. Menimcha yo'q, adashyapsiz. Mashinani o'g'ga minganmisiz? Buni tan olaman. Ozgina qurilgan joyi. Ozgina emas aka, ancha ishi bor. Qanday shunaqa qilasizlar? Sotib olayotganda hipnozi bor o'xshaydi. Unaqasiga sepish kerak. Lekin yaxshi sepishibdi. Xullas, kim sotishim kerak? Pul zarur. Qancha berasiz? Mo'ljalingiz qanaqa aka? Shu mo'ljalim 20 ming bo'lsa beraman. 2 pachka. O'ylab gapirasiz aka. Bu mashinangiz 20 ming ketmaydi. Nimaga ketmaydi aka? 20 mingga engisini olsa bo'ladi aka buni. Xo'p, qancha deysiz? Bo'ladigan ayting. Ayting, 17 ming. Aka, bu jendra emas. Malibu haqida ketyapti gap. Endi u bilan buni farqi bor-da aka. Bu mashinada ancha ishi bor. Bitta shu qirilganini aytasiz. Bu bitta
bitta qirilganda emas aka, ish ko'p, to'g'risini aytaman. Buni olgan odam mazhab qaydash kerak. Biz ham tirikchilik odammiz. Qo'shasizmi yo'qmi? Bo'ladiganini aytadigan bo'lsa, men bilan. Oldin ayt. Oling. 17.050 mana aka. Ustimdan kulyapsiz. Yo'q. Aka qarang, hozir oformleniya ham $550 bo'lib ketdi. 18 qilib berasiz berasiz. Yo'q. Agar beklaringiz beraman deydigan bo'lsangiz, 17.200 beraman aka. Faqatgina pul zarur bo'lgani uchun sotaman deyapti. 18 bersangiz berib yuboraman. 17.200 aka ketdik. Natarishda shitib, tayyor. Boshqa joydan xudoy tutsin aka. Olgan odam mazaq qaydasa, arzonginaga olib, barakami? Baraka. Bo'pti yuring. To'g'ri natarishga ketamiz. Nima bo'lsa bo'ldi. Mana aka. Zaklar. Qolgan 17.000 ga natarishda sen. Haydab ketsam mayli? Ha, bemalol aka. Marhamat. 2 oy. O'tiring. Shu yetmaydi o'da. Alo. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Gaplasha olasizmi? Ha, eshitaman. Sizni Markaziy bankdan bezovta qilyapmiz. Eshityapsizmi? Qaysi bank? Markaziy bankdan qo'ng'iroq qilyapmiz. Bo'ldi, eshitaman. Siz hozir o'z kartangizdan boshqa bir kartaga 5 million so'm pul o'tkazish amalini bajardingiz. O'zingiz qildingizmi? Ha, o'zim ixtiyorim bilan qildim. Nima edi? Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Faqat kichkina summa bo'lmagani uchun aniqlik kiritib qo'yishimiz kerak. Ha, bo'ldi, o'zim qildim. Bo'ldi. Lekin hozir ayni paytda mana shu karta raqamingizga kredit rasmiylashtirilgan. Voy, Buni ham o'z ixtiyoringiz bilan qilyapsizmi? chindimisizlar, qanaqa kredit? Men nima qilaman kreditni? Boshim uramanmi kreditni? Menga kerak emas hech qanaqa kredit. Yaxshi. Agar sizga kerak bo'lmasa, hozir biz yo'natgan, hozir sizga keladigan SMS'dagi kodimizga aytishingiz kerak. Biz shunda rasmiylashtirilayotgan kredit amaliyotini bekor qilamiz. Bo'pti, xo'p, jo'nat o'sha kodingni. Ha, to'xta hozir. Keladimi hozir? Hozir bor. Qarab olishim kerak, a? Qarabay Bo'pti, hozir hozir. bor. Ha, mana keldi. Tak, 127 Aha. 386. Yana qaytarib oling. 127 386. Shularni hozir bekor qilamiz. Yopilay. Kredit. Boshim uramanmi kreditni? Ya. Voy. Nima mana shu tundagi hamma pulni yechib oldim bular? Voy. Voy, nima mana shu tundagi hamma pulni yechib oldi? Voy maraz. Qaysi nomerdan qilding? Voy, uchunmi? Voy. Voy, ifloslar. Nima shunda hozir? Ketdim o'rtoqmiz. Ha, Nimaga ketdin, g'iybatchi o'rtoqmiz? nimaga bo'ladi? O'rtog'im ko'rsak ekan. Aql o'rgatib ketdimi yana? Nega aql o'rgatadi? O'rtog'im bo'lgandan keyin keladi. Muncha tez keladi. To'g'ri, boshqa qiladigan ishi yo'qmi?
kasalliklarni rag'batlantiruvchi Flex Pro biologik qo'shimchasi haqida gaplashamiz. Shifokorlarga har kuni shikoyatlar suyak va mushaklarni og'riqdan kelib tushishini bilasizmi? Yaxshimisiz Ra'no? Ko'rgan chiquvdim. Oyoqlarim og'riyapti degandingiz. Yaxshimisiz? Dorilayam ichdim, malhamlayam surdim, halayam og'riyapti. 150 ta kasallikni qamrab olgan bo'g'im xastaligi bilan bog'liq bo'lgan muammolar sizni tark etishi mumkin. Qachonki o'z vaqtida davolash yo'lini tanlasangiz. Flex Pro qo'l, tirsaklar, bel, tizzalar hamma bo'g'imlaringizga hamda grija oqibatidagi og'riqlar kuzatilganda tavsiya qilinadi. Harakat paytidagi bo'g'imlarda g'ijirlash tovushini eshitilishi, yallig'lanishdan kelib chiqqan shishlar, tishda Bolalarni kim boqadi? Katta xolam boqadimi? alimentni qayerdan to'layman deb tag'alla bedor qilib yuraverdi. Pul kerak bizaga. Sirli izlar qayerga boshladi? Oqibat va jazo. Muammodan boshlangan qurol. O'tkir tergov kriminal ko'rsatuvida Haddan ziyod xo'rlik oxir oqibat shafqatsizlikka olib keladi. har yakshanba soat kollagen, gyaluron kislotasi va shu bilan birga immunitetni rag'batlantiruvchi C vitamini bilan to'yin qiladi. Flex Pro biologik qo'shimchasini 20-dekabrga qadar chegirmali narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Flex Pro bilan og'riqlar kamayadi va siz erkin harakatlanasiz. Sizning ko'p kasalliklaringiz aslida oshqozon ichak muammosidan kelib chiqadi. Yazva, gastrit va oshqozonda muammosi bor insonlar diqqatiga. Aziz yurtdoshim, Привет. uy ro'zg'or tashvishi bilan bo'lib, sog'lig'ingizga hech e'tibor bermang. Привет. Kun bo'yi bilan ovora bo'lasiz. Yog'li ovqatlar, turli energetik ichimliklardan voz kechayotganligimiz achinarli. Uning ustiga tartibsiz ovqatlanish, vaqtida taom tanovul qilmaslik, stresslar, bola-chaqa tashvishi hammasini qiladi. Oqibatda ovqat yaxshi hazm bo'lmaydi va organizmimizga kerakli moddalarning yetib bormasligiga sabab bo'ladi. Natijada holsizlik, immunitet tushib ketishi, jig'ildon qaynashi, eng yomoni yazva, 12 barmoq ichagi va oshqozonda yara paydo bo'ladi. Agar operatsiya stoliga qatnab yotishingiz mumkin. Bu esa inson hayotida eng yomon. Lekin endi xavotirlanishga qo'rqyapsiz. Bu mahsulot oshqozon ichak kasalliklarini bartaraf, yallig'lanish, infeksiyalarni yo'q qilishda samarali ekanligi uzoq yillik tajribalardan so'ng e'tirof etildi. Gastronex mahsuloti yazva, jig'ildon qaynashi, gastrit, qabziyatni davolashda yaxshi samara beradi va oshqozon, o't tufay, oshqozon osti bezi, ichaklar faoliyatini tabiiy ravishda yaxshilaydi. Gastronex bilan oshqozon og'riqsiz, erkin va sog'lom hayot keching. Hoziroq ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va Gastronex mahsulotiga buyurtma bering. Agar nomimdan qo'ng'iroq qilsangiz, maxsus chegirma bor. Aytgancha, og'ir